eng katta savob uyimizning ichida ekan. Qanaqasiga deysizmi? Masalan, erkak kishi uyiga nima olib kelsa, savob olar ekan. Sadaqa hisobda bo'lar ekan. Masalan, uyga kartoshka olib keldi deylik. 1 kilo kartoshka olib kelsa, 1 kilo kartoshkaga emas, kartoshkani har bir donasiga alohida savob olar ekan. Agar guruch olib kelsa bormi, 1 kilo guruch, necha ming dona bo'lsa, har bir donasiga savob olar ekan. Hattoki uyda xotin bola chaqasi bilan birga zaftirik qilib o'tirsa ham savob olar ekan. Abid qilsa ham savob olar ekan. Kechqurun ujun qilsa ham savob olar ekan. Mehr muhabbat bilan, tabassum bilan gaplashib o'tirsa, choy ichib o'tirishi ham savob. Bilasizmi? Hattoki xotiniga, ayoliga oddiy vodoprovod suvdan bir kosa bersa, mehr bilan beradigan bo'lsa, begonalarga bir necha ming dollarlab sadoqat qilgan bilan savobi teng turar ekan. Oddiy